Professional boksda faoliyat olib borayotgan Isroil Madrimov navbatdagi jangini yanvar oyida o'tkazadi. Maqsad chempionlik jangini qo'lga kiritish. Tayyorgarlik jarayonlari esa poytaxtimizda davom ettirilmoqda. Bu haqda batafsil hamkasbim Abdulaziz Qurbonov lavhasida tanishishingiz mumkin. Isroil Madrimov professional boksda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelayotgan atletlarimizdan biri. 13 ta jang o'tkazgan hamyurtimiz da'vogarga aylandi. Keyinchalik chempionlikni qo'lga kiritdi. U navbatdagi jangiga hozircha Toshkentda tayyorgarlik ko'rmoqda. Hozirlikda nimalarga e'tibor qaratilgan? Ancha bo'ldi jang o'tkazmadim o'sha jarohatlarim sababli. Xudo xolasa yangi yilga shu yangi janglar bilan yurtimizni, muxlislarimizni xursand qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa. Bir oy vaqt qoldi. Hozir sparring janglari, sparring trenirovkalari, mashg'ulotlari bo'lyapti. O'zi boshlaganimizga bir oy bo'ldi. O'sha jismoniy tayyorgarliklarni o'tkazdik. Hozirda sparring jarayonlarini o'tkazyapmiz. Reyting janglarini o'tkazib olishimiz kerak, qaytib olishimiz kerak bo'ladi va keyingi janglarimizni albatta shu jiddiy janglar deb aytib o'tsam ham bo'ladi. Xudo xolasa, chunki Amerika boksida, professional boksda o'z nomimizga egamiz va o'ylaymanki, xudo xolasa chempionlik janglarini ham berishadi. Uning menejerlari raqib bo'yicha aniq taklif kiritmagan. Shu bois mashg'ulotda turli usuldagi bokschilarga qarshi harakat qilish imkoni ko'rib chiqilmoqda. Sparring partnyor bolalar, ukalarimiz, o'zlarimizni ikkita bolalar o'sha har doim almashib yordam berishyapti. Har xil raqiblarni ko'ryapmiz. Hozir shunga qarab ham o'zimizni o'sha bokschi ukalarimiz yetarli. Har xil stildagi bokschilar bilan har xil sparring janglarni o'tkazyapmiz, chunki hali raqib aniq emas. Shu sababli hammasiga tayyor bo'lish kerak. Isroil dekabr oyining oxirlarida Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'nab ketadi. Mana shu oyning oxirida uchib ketaman va moslashga to'g'ri kelaveradi. Ozgina hafta, 10 kun, keyin yana 2 hafta sparring janglarni o'tkazib, shu jangga yo'llanamiz. DSlar bilan albatta, chunki hozir u yerda Bektemir bor, o'zi qolib ketgan, borib turib birgalikda xudo xolasa tayyorgarlik qilamiz. Bektemirning ham jangi xudo xolasa yaqinda ham. Yana ham yaxshiroq formaga kirish kerak bo'ladi. Albatta yaxshi jang kutishyapti muxlislarimiz. Mashg'ulotlarni boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi To'lqin Qilichev ham kuzatib bormoqda. Isroilning jangi 24-yanvarda Las Vegasda bo'ladi. O'sha Mushroom kompaniyasining o'tkazilgan shousida. Xudo xolasa let's go Las Vegas bo'ladi. Isroil Madrimov boshqa vazndagi takliflar bo'lsa, jang qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Maqsad chempionlik kamarini qo'lga kiritish. Navbatdagi uchrashuv esa 24-yanvarga belgilangan.